O'zbekiston. Hamkasblar, keling O'zbekiston terma jamoasi haqida gaplashsak, biz ular haqida nima deya olamiz? Xo'sh, avvalo ular debyutant hisoblanishadi va terma jamoamiz ular bilan hech qachon hali to'qnash kelmagan. Ammo bir narsani ta'kidlash kerakki, ular yo'llanmani to'g'ridan to'g'ri qo'lga kiritishdi. Hozircha bu ko'p narsani anglatadi. To'g'ri, ularning shonli o'tmishi yo'q, futbolda ularning urf-odatlari yo'q. Lekin bugungi kunda Osiyoning istalgan jamoasidan xavf kutish mumkin, shu jumladan O'zbekiston terma jamoasidan ham. Zotan statistikaga qaraydigan bo'lsak, ular so'nggi ikkita xalqaro mini turnirning g'olibi hisoblanishadi. Jamoaning aksariyat futbolchilari mahalliy chempionatda to'p tepishar ekan. Shuningdek, Erondan legionerlar bor va ikkita top o'yinchisi bor ekan. Biri Romada, ikkinchisi esa Manchester Cityning himoyachisi. Biz ularni juda yaxshi taniymiz. Husanov Cityda o'ynagani bilan u jamoaning asosiy o'yinchisi emas. Bugungi kunda uni 35 million yevroga baholashmoqda, lekin u muntazam ravishda Cityning asosiy tarkibida o'ynamaydi-ku. Va u terma jamoaning yagona elit futbolchisi hisoblanadi. Hayratlanarlisi jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro kulib jilmayib bizning yo'qotadigan hech narsamiz yo'q demoqda. Bu g'alati emasmi? Go'yoki jamoa o'z oldiga maqsad qo'ymayotgandek. Cannavaro adashmasam Xitoy terma jamoasida ham ishlagan va u yerda aytarlik muvaffaqiyat qozonmagan. Umuman olganda Cannavaroni futbolchi sifatida bilamiz, lekin murabbiy sifatida u qanday? Hozircha uning natijalari unchalik ham muvaffaqiyatli emas. O'zi umuman u yaqindagina faoliyatini boshladi, murabbiylik faoliyatini nazarda tutyapman. Cannavaroning tayinlanishini juda ham to'g'ri qaror deb hisoblayman. Ular juda ham to'g'ri qaror qabul qilishdi. Bu jamoa hisoblashadigan jamoa. Umuman olganda, to'g'ri biz g'alaba qozonishimizga shubha qilmayman, lekin ularni shunchaki osongina yutib qo'yamiz degan fikrdan mutlaqo yiroqman. O'zbekiston bu umuman olganda yuqorida ta'kidlanganidek Osiyoning istalgan jamoasi bugun Yevropaning istalgan grandiga qarshi munosib qarshilik ko'rsatishi mumkin va bu fakt. Siz hozir hazildan tashqari O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga muammo tug'diradi demoqchimisiz shunda? Yo'q do'stim, men shunchaki istalgan jamoani jiddiy qabul qilish kerak. Bu jahon chempionati demoqchiman xolos.